Afg'onistonda o'zbek milliy ovqatlari restorani ochilyapti. Aka, qayerdansiz? Ismingiz nima? Qo'qonliman, ismim Muhammadjon. Qancha pul sarflanyapti, aka? Hozir pul aytgani yo'q, ularga kerak. Ha, Afg'onistondan siz investor demak topgansiz. O'zbek milliy oshxonasi bo'lsa agar, sizga tavsiyam bor. Men juda ko'p davlatlarda bo'lganman. Aynan O'zbekiston milliy ovqatlari restorani unchalik mazasi yaxshi emas. Sababi soqqani deb sifat ustida ular ishlamagan. Sizlar shubhaton qilmanglar, sababi o'zbek milliy oshxonasi bu bizani vizitkamiz. O'zbekistonning ovqati aka yuzimiz desak ham adashmagan bo'laman menimcha. Aynan shuning uchun O'zbekistonda eng zo'r oshpazlarni jalb qilib olib borsanglar, ancha obro'yimizga to'g'ri keladigan ish bo'ladi. Tajribali povurlarimiz bor, xudo xolasa. Turkiyalarda, Rossiyalarda katta restoranlar yurgizilgan. Endi xudo xolasa o'shani Afg'onistonga buramiz. Viza masalalari qanaqa bo'lyapti? Vizamiz qiyin bo'lgani yo'q, 18 kun deganda chiqdi. Savdo sanoat palatasi va kichik biznes uyushmasining yordami bilan bo'layotgani uchun shunaqa natijalar bo'lyapti deb o'ylayman.